Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun biz TT480 navbatdagi TT480imizni Farg'onaga jo'natyapmiz. Dilshod aka, Ilyos aka, Ilyosiddin aka, tabriklayman. Yaxshi kuninglarga buyursin. Endi ana kanalimizni kuzatuvchilariga ozgina o'zinglarni tanishtirib, qanday bu muvaffaqiyatga erishganinglar haqida ozgina qisqacha aytib bersanglar. Boya aytganimizdek, boya gaplashganimizdek, o'sha qaynoq jarayon davom etyapti. O'sha biz aytgan va'damizda turyapmiz. So'raganlarga kelishtirib o'sha 280 milliondan kabinalik traktorlarimizni yetkazib beryapmiz. Mana navbatdagi omadli xaridorlarimiz o'zlaridan eshitdilar. Assalomu alaykum hamyurtlar. Sizlarga mana shu yangilikni yetkazishdan avvalambor mana shu Hamdam akamga kattakon rahmat aytamiz. Chunki shu Hamdam akamning kanal orqali reklamasini ko'rdik. Haqiqat ekan, mana bugun 3-kun bilganimga reklamani bilganimga 3-kun keldik. Mana kecha to'lov qildik. Bugun mana olib chiqib ketyapmiz. Kecha to'lov qilib kelmadik o'zimiz uzoqlik uchun bugun keldik, olib chiqib ketyapmiz. Muammo yo'q ekan, rost ekan hammasi. Inshaalloh shu texnikalarni yaxshi niyatda dehqonchilikka deb olyapmiz, xudo xolasa. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Kelinglar, haqiqat ekan, mana 395 millionlik traktorni 280 millionga mana bizga qilib berdi. Subsidiya, NDS hammasini hisoblasangiz bizga juda arzon tushyapti bu traktor hozirgi holatda. Rost ekan, shu Bo'lsa dehqonga bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kuninglarga xizmat qilsin. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, aksiyamiz demak davom etadi yangi yilgacha, lekin o'sha texnikalarimiz soni chegaralangan. Kim texnika olish niyatida bo'lsa, marhamat murojaat qilinglar, ulgurib qolinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Rahmat.